Srochniy varianti ipoteka va subsidiyaga 21,5 ming bilan chiqadigan xonadonimizni godovoy 17% bilan chiqadi. Ko'rishingiz mumkin. Zal qismi ikki tomonlama oyna. O'lchamlari yaxshi holatda. Yon tomonimizdan ayollar sevimli bo'lgan oshxona qismi, kuxnyani ko'rishingiz mumkin. Kafelari qilingan, pastki kafe endi remont qolganini o'zingiz davom ettiryapsiz. Balkonni ikkitali balkon bo'ladi. Xonadonimizni 16 qavatli domni 5-qavatida joylashgan. 21,500 bilan chiqadi. Bu yerda mana sanuzilni ko'rishingiz mumkin. Hojatxona, yonida mana yuvinish xonasi razdeniy holatda bo'ladi sanuzilimiz va uni yonginasida ota-onalar yotoqxonasi, ota-onalar yotoqxonasi ham yaxshigina o'lchamda, razmeri katta. O'zini tashqariga qaragan balkonchasi bilan birga bo'ladi. Balkondan ham unumli foydalansangiz bo'ladi. Bu yerdan ham reshutkalar qilib foydalansangiz bo'ladi. Joylashgan joyiga keladigan bo'lsak, Uchtepa tumani Urug'zor rezidensiyada 16 qavatli, 5-qavati, 66 kvadrat, 21,500 dollar bilan chiqyapti. Qiziqqani bo'lsa, nomer qoladi. Patiski bo'lmaganlar patiski bo'lib qo'ysa, Telegram kanalida bundan-da yaxshiroq variantlarni qo'yib boramiz.